Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Yurtimizda yangi oila, ya'ni oila qurilgandan keyin hamma jajji farzandlar, shirindan shirin farzandlar xohlaydi. Bu narsa o'zidan o'zi hosil bo'lmaydi. Ya'ni oilalar mana turmush qurgandan keyin bo'layotgan etaplarda o'tgandan keyingina masalan farzand hosil bo'ladi. Bunda misol ko'p oilalarda birinchi farzand paydo bo'lishi qiyin bo'lgandan keyin, ya'ni 1 yil vaqt o'tgandan keyin ko'pincha faqat ayollar davolashadi. Ya'ni bolnitsa ayollarni olib yurishadi. Lekin achchiq haqiqat bor. Oilalarda farzand bo'lmasligiga sabab erkaklar bo'ladi. O'zi erkaklar bepushligi bu tamg'a, ya'ni tamg'a emas, peshonaga qo'yilgan tamg'a emas. Buni yechib bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Bularni olib qarasangiz oddiy yo'llar bilan to'g'rilash mumkin. Ya'ni bepushtlikka olib keladigan birinchi eng katta muhim narsalardan biri, ya'ni bu kasalliklardan biri. Birinchisi ya'ni varikatsiyali kasalligi. Buni masalan operatsiya qilib 15-20 minut vaqtida operatsiya vaqti 15-20 minut davom etib, operatsiyadan keyin yaxshi bo'lib ketish ehtimollari ko'p. Endi bundan tashqari yashirin infeksiyalar bor. Bu birinchidan. Yashirin infeksiyalar, bular masalan torch infeksiyalar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash infeksiyalar farzand bo'lmasligini oldini yopib turgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab hozirgi masalan turmush tarzimiz, ya'ni yangi texnologiyalar chiqib ketdi. Moshina o'rindiqlarida podogrev sideniyalar ishlab ketdi. O'shani hisobidan misol moyaklar определенный gradus kerak ularga. Ya'ni odam tana haroratidan 2 gradus sovuqda turishi kerak. Bizda hozirgi masalan yangi kiyimlarimiz, tor shimlar, ular o'sha gradusni ushlashga qo'yib bermagani hisobiga spermalarning sifati buzilib ketadi. Bularni ham masalan to'g'rilasa bo'ladi. Yana bitta faktorlardan biri gormonlar o'zgarishi. Ya'ni erkaklarda organizmda testosteron hosil bo'ladi. O'sha gormonlarning buzilishini hisobiga. Ya'ni ko'p hozirgi paytga masalan kachatsiyaga borib turib tashqaridan testosteron qabul qilishyapti. Bu ham ertaga masalan testosteron ishlab chiqarilishini susaytirib qo'yadi. Xo'sh, buni tekshirish juda qiyin narsa emas. Ya'ni erkaklarda nimadan bepushtlik kelib chiqayotgani, ya'ni farzandsizlik nimadan kelib chiqayotganini ko'rish bu juda oson, tez va uncha qimmat analizlar bilan qilinmaydi. Ya'ni ayollarnikiga ko'ra erkaklarning tekshiruvi tezroq va arzonroq bo'ladi. Shunda masalan bitta spermogramma orqali biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsalar, ya'ni spermatozoidlarning shakli, turi, qayerda muammo bo'layapti, o'shalarni, ya'ni shamollash bormi, yo'qmi, o'shalarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda masalan erkaklarni tekshiruvi, mana masalan yosh oilasida erkaklar uyalib kelmasdan turib, tekshiruvdan o'tmasdan hech narsa deb bo'lmaydi. Hurmatli erkaklar, xulosa qilib shuni aytamanki, bundan uyalish kerak emas. Agar uyalayotgan bo'lsangiz, mana pastdagi nomerlar orqali shaxsan o'zim bilan bog'laning. Chunki har bitta klinikada o'zini sir asrori, o'sha narsani masalan ko'rib turib, o'zlaringizga tushuntirib beraman.